Bismillahirrahmanirrahim. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tabiatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Payg'ambarimiz 1400 yil burunla karantin qoidasini yo'l qo'ygan va vabo tarqalgan ahvollarda yuqumlanishning oldini olishga buyurgan. Nurg'un davlatlar bu vabodan yuqumlanishning oldini olish uchun chora-tadbirlar qatorida jami masjidlarda jamoat namozlarini chekladi. Natijada jamoat namozlarini uyda o'qish holati shakllandi. Shar'iy jihatdanmi vabodan tuvan turadigan qattiq yomg'ir, patqoq, qattiq bo'ron chaqqin yoki qattiq sovuq, qorong'uda yo'lni ko'rolmaslik, og'rib qolish va qiyin xatarga yo'l qo'yish qatorliq qiyinchiliklar sababidan jamoat va juma namozlarini uyda o'qishga ruxsat qilgan ko'rsatmalar bor. Muhammad ibn Sirin rivoyat qiladiki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma yomg'ir yoqqan bir kunida muazzinga "Sen ashhadu anna Muhammadar Rasululloh" ni deb bo'lib, "Hayya alas sala", ya'ni namoz qilinglar demasdan, uyinglarda namoz o'qinglar degan. Jamoat uning bu so'zidan ta'jiblanganda qildi. Ibn Abbas: "Bu ishni juma farz turuqliq mendan afzal kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan. Men sizlarning laypatqoqlarda mengib jafo tortib qilishinglarni yoqtirmadim", dedi. Nafi rivoyat qilib bundoq deydi: Ibn Umar radhiyallohu anhuma bir sovuq kechida Zajnan degan joyda azon aytganda namozni turalg'inglarda o'qinglar dedi va bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muazzinini azon aytishga buyurib, azonni aytib bo'lgandan keyin diqqat, safarda, sovuq yoki yomg'irli kechalarda namozni turalg'inglarda o'qinglar deganligini so'zlab berdi. Xitoy virusidan yuqumlanish andishasi ig'ir bo'lib, virusning unumli dorisini topilmag'achqa masjidlarda jamoat namozi o'qimaslikqa ruxsat bor deyishga bo'ladi. Natijada davlatlarning cheklamasi bo'yicha jami masjidlarda juma o'qilmagan ahvolda jami masjidlarda azon to'lindi va uyinglarda namoz o'qinglar deb jakarlanadi. Bu ahvolda 5 vaqt namozni uyda o'qishdan boshqa chora yo'q. 5 vaqt namozni har bir uydagi kishilar jamoat bo'lib o'qiydi. Jumachu, juma kuni azonni anglagandan keyin uyda juma o'qimdiq yoki peshinmi? Gerçi burunqi davrlardagi vabo tarqalgan sharoitlarda jami masjidlarda juma yoki jamoat namozlari cheklanmagan bo'lsa-mu, bu qatimqi Xitoy virusi olib kelgan andisha qattiq bo'lg'achqa, bu vaqtda hozirgi zamondagi olimlar va fatvo organlari ikki xil qarashda bo'lyotidi. Bir qismi bu ahvolda uyda juma o'qimaydi, peshin o'qiydi deb qaragan. Chunki juma namozi xutba va musulmonlarning uchrashishi va yig'ilishi jihatdan kishilarning bir yerga yig'ilib o'qishi kerak bo'lgan bir namoz. Uyda bir oila kishilari juma o'qisa, bu vaqtda ado bo'lmaydi, deydi va ilgirki salaf solihlarning biror sabab tufayli juma namozi o'qilmagan ahvolda o'rniga peshin namozi o'qiganligidek voqealiklarni, shundaqla uy va turmalarda juma o'qilmaydigan an'anani ko'rsatdi. Musa ibn Muslim bundoq deydi: "Men İbrahim at-Taymi, İbrahim Naxai, Zir, Salama ibn Kuhayl qatorliq tabiinlar bilan bo'lgan edim. Zir bilan Taymi ikkilan u kunning juma kun ekanligini eslatgandan keyin ular shu joyda turibla juma o'rniga 4 rakat peshin o'qidi. Ular balki majjajdan yoshirinib qochib turganlar edi." İmam Malik rahimahullohdan bir to'p kishi jumaga ulgurolmagan bo'lsa, jamoat namoz o'qilgan masjiddan boshqa masjidda 4 rakat peshin o'qisa bo'ladi deb qaramdilar deb so'ralganda, "Yo'q, jamoat bo'lmay ayrim peshin o'qiydi" deb javob bergan. Albatta bu odatdagi ahvollar yoki siyosiy jihatdan yoshirinib yurgan ahvollar yoki jamoat ittifoqiga ta'sir etdi deb qaralgan ahvollardir. Undaqda hozirgi vabo sababli uylarga so'linib qolishni uning qiyoslashga bo'lamdi. Yana bir qism olimlar hozirgi vabo sababli uylarga so'linib qolishni yuqorqi ahvollarga qiyoslashga bo'lmaydi. Uning ustiga turmadagilarga qarata hukmda olimlar birdek qarashda emas. Hozirgi vabo sharoitida uyga so'linib qolganlar juma kuni juma namozini uydagilar bilan yig'ilib xutba so'zlab 2 rakat o'qiydi deb qaraydi. Chunki juma kunida juma o'qish buyrug'i masjidni shart qilmagan, uylarni mustasno qilmagan. 5 vaqt namozni o'zir bo'lganlikdan uyda jamoat bo'lib o'qishga bo'ladigan bo'lsa, jumanimi o'qishga bo'ladi. Albatta bular odatdagi ahvollarda emas, hozirgidek favqulodda
ahvolda vaqtliq uyda o'qib turishni demoqchi. Darvaqa, jumaga aloqador ko'p masalalarda qarashlar birdek emas. Imom Ibn Azm turmadikilar, yoshirinib yurganlar boshqa jamoatlarga o'xshash xutba so'zlab 2 rakat juma namozi o'qiydi degan. Yana o'zurlik ayoli bilan birga juma o'qisa 2 rakat o'qiydi. Shundaqla ayollar jamoat bo'lib juma o'qisimi shundoq degan. Aslida olimlarning juma namozi uchun bekitgan shartlar to'g'risida o'rin, son va boshqa ishlarga munosabatli nurg'un shartlar bo'lib, buning ko'pinchida olimlar qarash berakligi yo'q. Bularni bayon qilmoqchi bo'lsak, gap uzrab ketadi. Masalan, juma namozi jamoati bo'lish uchun ma'lum son sharti bormi degan masalaning o'zida 15 xil qarash bor. Shunga kamina bu fatvoda dalillarni tafsiliy bayon qilib uzartib o'tmasdan, bu masalada 2 xil qarash borligini ixchamlab bayon qilish bilan kifoyalandim. İmam Şevkani bu şartlar ustida to'xtalib bundoq deydi. To'g'ri shuki, juma namozi Alloh taoloning farzlaridan bir farz. Islom belgilaridan bir belge. Namozdan bir namoz. Kimki u namozda boshqa namozlarda shart qilingan narsa shart qilinadi deydigan pakiti bo'lmasa, so'zi qabul qilinmaydi. Juma namozida xutba alohidaligi bor. Xutba degan Allohning bandalari o'zaro nasihatlashadigan vazdir. Shunga bir joyda 2 kishidan boshqa odam bo'lmasa, biri xutba so'zlab, yana biri quloq solsa, ondan qopib juma namozi o'qisa bo'ladi. Olimlarimizning qarashlari yuqorqidek 2 xil bo'lg'achqa, uyda jamoat bo'lib, ozning kunidan boshqa kundagidek 4 rakat peshin o'qisimi bo'ladi. Buningga ruxsat bor. Juma o'qiy desa, vabo mezgil bo'lg'achqa, jumaga masjidda azon to'langandan keyin oilasilarni yig'ib, eng oz deganda imom bilan yana 1 yoki 2 kishi bo'lsa, xutba so'zlab 2 rakat juma namozi o'qisimi bo'ladi. Juma o'qish vojib emas deganlik o'qis bo'lmaydi deganlik emas. Shunlashqa juma namozi garchi ayollarga va ba'zi kishilarga farz bo'lmasa-mu, ular jumaga qatnashsa farz ado bo'ladi. Bu vaqtdagi inchik nuqtami dal mushu. Ya'ni o'zurlik bo'lganlik sababli jamoada juma namozi o'qiy olmaganlar jamoat bo'lib juma o'qisa farz ado bo'lgan bo'ladi. Bu juma o'qisa ado bo'lmaydi deganlik emas. Buningda olimlar birdek qarashdi. Imom Shafiy bu vaqtda bundoq deydi. Men juma farz emas degan turumdikilar, ayollar, sabiylar va qullar qatorliq kishilar agar juma namoziga qatnashib qolsa, ilgari 2 rakatla o'qiydi. Agar jumaning 1 rakatiga ulgurib qolsa, 1 rakat to'liqlab o'qiydi. Buning bilan jumasi ado bo'ladi. Ularga juma farz emas. Shunga yig'ib aytsak, vabo sababidan jamoalarda juma o'qilmaganlarning uyda peshin o'qishiga ruxsat bor. Peshinni uyda jamoat o'qigan afzal. Agar xutba so'zlay oladiganlar bo'lsa, juma o'qiy desa, imomdan boshqa aqalli 1 yoki 2 kishi bo'lsa, xutba so'zlab juma o'qisimi bo'ladi. Xutbaga kelsak, xutba bo'lganlik uchun bu namoz asli peshinniki 4 rakatdan 2 rakatga qisqartirilgan. Jumaning xutbasi musulmonlarga haftalik vaznasiatdan iborat bo'lib, bexutlarni sagitish, din ahkamlarini, shundaqla shariat ko'rsatmalarini yetkazgan tashviqot vasitasidir. İmam namazdan burun jamoatga oldini, qiblaga orqasini qilib o'yir turgan holda 2 xutba o'qiydi. 2 xutbaning orasini yenikkina bir o'ltirish bilan ayirib o'tadi. 5-10 minut vaz qila olmasa, biror diniy kitobdan o'qib bersimi bo'ladi. Xutbaga biror oyat o'qisa, yoki biror hadis so'zlasa, yoki Allohni zikr qilibla, yoki tasbih aytibla jumani o'qisa bo'laveradi. Shu qilg'ini xutbaga hisob bo'ladi. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2020 yili 4 oyning 16 kuni